La Ligani yig'ishtiring, mavsum qanday boshlanishini ham unuting. Keling, birdaniga El Clasico haqida gaplashamiz. Bu yilgi Clasico qanday bo'lar ekan? Barchamiz uchun qiziq, to'g'rimi? Siz sahifamga obuna bo'lib qo'ying, chunki mana shu oy oxirigacha 200 mingta bo'lishni maqsad qilganmiz. Demak, men boshladim. Barselona va Real Madrid yana jahon futbolining markaziga qaytdi. Messi va Ronaldodan beri bunday katta El Clasico bo'lmagan. Birinchidan olib qaraydigan bo'lsak, tarixda ilk bor jamoalarning o'zaro o'yin statistikasi tenglashdi. Ya'ni Barselona Real Madridni 106 marta mag'lub etgan bo'lsa, Real Madrid Barselonani 106 marotaba mag'lubiyatga uchratishga erishdi. Transferlar oynasi ochilganidan beri Real Madrid Barselonaning hayotini qiyinlashtirish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qildi. Florentina Barselonadan juda jahli chiqyapti. U Barselona sotib olmoqchi bo'lgan deyarli barcha futbolchilarni o'z jamoaga olib kelishga harakat qildi. Ammo Barselona keyin borib Real Madridning taktikasining asosiy futbolchilaridan biri bo'lgan Rodrini o'z safiga qo'shib oldi. Shunga qaramay Real Madrid tarkibida ayni vaqtda Yevropadagi eng kuchli hujum uchligi mavjud deya bemalol aytishimiz mumkin. Ular bu mavsum shunchaki yondirib tashlashi mumkin aynan oldingi chiziqni. Ammo Barselona ham bunga munosib javob qaytardi. Ayni vaqtda Katalon jamoasida eng kuchli himoya uchligi mavjud deb bemalol aytishimiz mumkin. Yana bir muhim jihat bor, esingizdami? Rodri va Vinicius Junior o'rtasidagi ziddiyat juda katta. Bir paytlar Manchester City Vinicius Juniorga qarata yig'lashni bas qil degan mazmundagi katta bannerni chiqargan edi. Unda oltin to'pni o'pib turgan Rodrining rasmi bor edi. Bu sovrin Viniciusga berilishi kutilgan payt edi. Manchester City o'sha bannerni ko'targanida tribunada Rodrining o'sha bannerni suratga olayotgani aks etgan fotosurat ham bor edi. Bu esa Vinicius Juniorni yanada g'azablantirgan. Bundan tashqari Vinicius Juniorning Rodriga nisbatan ishlatgan o'sha posti bor. Ya'ni o'zim xohlasam sendan 10 barobar kuchli bo'lishim mumkin deya. Ular har gal to'qnashib qolishganida urushib qolishadi yoki janjallashib. To'g'risini aytsam, men anchadan beri El Clasico'ni bunday hayajon bilan kutmagandim. Bu mavsum nima bo'lishini tasavvur qilish qiyin emas. Hammasi juda katta voqealarga aylanib ketishi mumkin. Sizningcha bu transferlar oynasida qaysi jamoa yaxshiroq ishladi? Real Madrid yoki Barselona? Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.